Yo'q aka, o'rmay. Aka, Charchab bo'lmayapsizmi aka? Ishlar qalay bo'lyapti? yoryapmiz ishlarni. Aka, savol bor-da. Nima savol aka? Men ko'p mashinalarda suv qaynab, ventilator tez ishlayapti aka, metan propan ustanib yongandan keyin. Xo'p, metan propan qo'yilgandan keyin degan joyiga aka. Bitta sabab reduktor bilasiz? Aha. Suv montaj ulanadi pechkaga. Buni bitta yaqinlashtiring. Buni doimo mana ikkita shilanka bo'ladi pechkaga kirib ketgan. Kesib, taqsimlab suvni ikkiga bo'lib ulash kerak. Ko'ryapsiz, o'zi ham 3 tali traynoy bilan ulangan. Ko'pchilik mana narsani bitta shilankani sug'uradi-da, bu yerda. Reduktorga borib, yana bittasini shunga olib kelib qo'yadi. Qaysi sabablarda tabloda gradus ko'rsatadigan mashinalarda gradus ko'tarilib ketdi, ventilator ko'p ishlayotganini shopirlar his qiladi. Katta ayb ashunda. Doimo ikki shilankani kesib, cho'tki qilib ish qilsa yaxshi bo'ladi. Qolyapti baba? Boshqa tema aka. Bilib beraverasiz, bosing.